Har safar mana shu videomda gapiraman deymanda esimdan chiqib ketadi. Mana bu bolalar o'ynaydi-yu, ko'chada, yosh bolalar. Domda mayli endi pastida детская площадкасы bo'ladi. Lekin hovlida yashaydiganlar, masalan biz Qarshida hovlida yashaymiz. Jiyanlarim chiqib ko'chada o'ynasa, bir ikkita qo'shnilarimiz urushadi, gapiradi. O'sha даже bolalariga, nevaralariga o'rgatib qo'yishgan. Shunda kimdir kelib o'ynasa, mana shu ko'chada, silent darvozasini tagiga sal yaqinroq kelib qolsa, o'ynama deb aytishni o'rgatib qo'yishgan. O'zlari ham ko'rib qolsa urushadi yosh bolani. Bor o'zingni darvozangni tagida o'yna, o'zingni eshigingni tagida o'yna, gulimni sindirasan, reshotkamni sindirasan. Nimaga shunaqa? Oldin biz o'ynaganimiz unaqa bo'lmasdi. Bo'lmasam o'sha odamlar o'zgarmagan. Demoqchiman, begona odam ko'chib kelmagan. O'sha eski odamlar, biz o'zimiz ham o'ynaganmiz. Qizlar bilan, bolalar bilan yoshligimizda. Hech kim gapirmagan. Bor o'zingni darvozangni tagiga bor yoki uyingga kirib o'yna, to'dim-sudim degan gaplar bo'lmagan. Hozir bilmayman. Bunchalik darajada alamzada yo ko'ra olmaydi bir-birini qo'shnilar. Vashcha tushunmayman. Sizlarni ham qo'shnilar shunaqa? Yo faqat bitta bizani qo'shnimiz shunaqa? Qo'shnilarimiz, to'yist. Bittasi emas, ikkita uchta shunaqa gapiradi. Faqat bizani uyda yosh bola yo'q, hammaning uyida yosh bola bor. Qayerda o'ynasin? Ko'chaga chiqmasdan. To'g'rimi? Faqat uyda o'tirib mana gapirishadi. Telefon o'ynaydi, telefon buzyapti. Xo'p, sizlarga o'xshaganlar ko'chaga chiqib o'ynasa, gapirsa, bechora bolalar qayerda o'tkazsin vaqtini? Zerikib nima qilsin? Televizorning tagida yotsinmi? Даже hovlida o'ynasa ham gapirishadi. Shovqin, to'dim-sudim, voy tavba, bola bo'lgandan keyin shunaqa bo'ladi-da, men vashcha tushunmayman. Har safar mana shu temani gapiraman deyman, esimdan chiqib ketib qoladi. Shu agar meni kuzatadiganlar ichida shunaqa odamlar bo'lsa, unaqa qilmanglar, o'rtoqlar, opalar, xolalar, tog'alar, qo'yib beringlar yosh bolalarning o'ynashiga. Sizlar o'zinglar ham yoshliginglarda o'ynagansizlar. Bilmayman, menimcha biz даже yoshligimizda, bolaligimizda vashim bundan battar o'ynagan bo'lsa kerak. Bundan battar shovqin, baqir-chaqir bo'lgan bo'lsa kerak. Shu aytadi-yu, zamon o'zgarmaydi, odamlar o'zgaradi. Odamlar bir-biriga nisbatan qanaqadir sovuqqon, bir-biriga nisbatan alami bormi, qanaqadir vredniy bo'lib o'zgarishyapti. Sababini bilmayman. Shu bir-biridan o'taman deydi, men bundan yaxshiroq yashayman deydimi, bilmayman. Vashcha men tushunmayman bu holatni. Umuman tushunmayman.